Menga kerak hozir. Men bolaga zo'rman. Ona bo'lishni xohlayapman hozir. Meni sota bo'lishni umuman xohlamayapman hozircha. Agar meni qadrlasangiz, ozgina bo'lsa ham yaxshi ko'rsangiz, ko'nglimga qaraysiz. Nargiz. Nima? Aqlingni yo'q. Yig'mayman. Menga bola kerak deyapman sizga. Qachondan beri shu gapni aytyapman. Men zurriyotsiz o'tmoqchi emasman dunyodan. Siz shuni xohlasangiz, men uni xohlamayman. Siz erkakmisiz o'zi? Qanaqa erkaksiz? Nahot ota bo'lishni xohlamasangiz? Tushunmadim. Sen hozir nima deding? Sen nima? Menga ovozingni ko'taryapsanmi? Siz shunga majbur qilyapsiz. Yaxshi. Yaxshi. Meni eshit. Men hozir ketaman. Kelganimdan keyin bu uyda seni qorangni ham ko'rmay. Tushundingmi? Tushundingmi dedim? Yo'qol bu uydan. Shoshma. Shunda o'g'limni qadriga yetmading-a. Ha iloyo xor bugur. O'g'lingizdan farishtani yasamang. Menga qara. Nonko'r. Iltimos, senlab gapirmang. Sizlab gapirishimga arzimaysan ham. Men bu xonadon uchun qancha sabr qilganimni bitta o'zim bilaman. Sabr qilgan bo'lsang, uyingni tashlab ketmasding. Ayol kishi oilasini saqlashi kerak. Oilani bir kishi emas, 2 kishi asraydi. Men yolg'iz kurashdan charchadim. Aybni boshqalardan izlayapsanmi? Menga qara. Aybni o'zingdan qidirgan. Meni eshitishlarini istadim doim. Baraka topkur. O'g'lim seni yaxshi ko'rardi-yu. Yaxshi ko'rish faqat gap bilan emas, munosabatlar bilan ham bog'liq. Endi ketishda boshqa chora topolmayapsanmi? Qolish uchun sabablarim tugadi. Ketishga majburman. Qara, keyin pushaymon bo'lasan. Balki bo'larman. Balki umuman pushaymon bo'lmasman. Endi buni sizga ham, o'g'lingizga ham qizig'i yo'q. Lekin o'z qadrimni yo'qotib yashashdan ko'ra yashamaganim ma'qul. Shuncha yillik rishtalaringni mana shu chamadoningga solib ketyapsanmi? Yo'q. Xotiralar qoladi. Men o'zim ketyapman. Yaxshi. Bor. Ana, katta ko'cha, ketaver. Ojon, mendan rozi bo'ling. Sendan rozi emasman. Ikki dunyo, u dunyo, bu dunyo rozi emasman. Basharing qursin. Iloyo ilovada baxtsiz bo'lgin.